Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va obunachilarimiz. Navbatdagi stanoylarimiz tayyor bo'ldi. Bir komplekt turban stanogimiz. Xudo xohlasa Tojikistonga chiqaryapmiz mana. Dushanbega. Platina jodi bu yerda chok basadigan stanogimiz. Turbalar uchun bu yerda mana garmoshka tirsa chiqaradigan apparatimiz. Bu yerda mana kartotkamiz bor. Shig'irig'imiz bor. Platina jodilar, razmer qo'yganmiz. Tunikani razmer qo'yib olib turib, xohlagan razmerni qo'yib kelish mumkin bo'ladi. Bu yerda tunikafon uchun stanogimiz, peshina bukadigan stanogimiz 1,5 ga 1,5 bukadi. Bitta qayirganda bir tarafini bitirib beradi. Bu yerda segmentli stanogimiz tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'ldi. Buni razmer 2 metrlik bo'lgan. O'zi standart razmer 1,5 metrlik bo'ladi. Buni razmer 2 metrlik. Zakaz bo'yicha tayyorlab berdik. O naryoqda turibdi 1,5 metrlik. Uni ham ko'rsatamiz hozir. Bu yerda mana tunikafon uchun universal stanogimiz 3x3 90 40 degan burchak oladiganmiz. 45 yana 3x3 oladi. Bu stanogning qulaylik tarafi tunika qo'yib bitta bosganda bir tarafini to'liq qirqib bitirib beradi. O'ta tezlashtiradi ishni. Bu yerda ketgan 1,5 metrlik stanogimiz. Standart razmer shu 1,5 metr bo'ladi. Bu yerda listagiblar tayyor bo'lyapti. To'g'risi 3 ta 430 lik listagibimiz. To'g'risi Andijon shahriga ketadi. 430 komplekt. Bu yerda bitta bor. Xudo xolasa Qoraqalpog'istonga ketadi. Beruliga. Bu yerda stanogimiz xudo xolasa Toshkentga ketadi. Segment bilan ketadi. Kimga shunday stanoglar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelganicha baquvvat qilib tayyorlab beramiz. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Yangiqo'rg'on shaharchasi. Stanoglarimiz segmentli stanogga yana bir ma'lumot berib ketamiz. Tig'lari ko'rishingiz mumkin, bo'lingan 30 sm dan 20, 10, 5, 3, 4 bu mayda-mayda bo'lib bo'lingan. Xohlagan figurani bukib ishlatish mumkin bo'ladi stanogimizda. Buni tepasi ham, pasti ham, orqadagi bazadagi metall ham olinadi. Xohlagan razmerga surib qo'yib olish mumkin bo'ladi mana. Hammasi shokillar bor, 40 qo'yganmiz. Xohlagan razmerni qo'yib, ichki, tashqi figuralarni bukish mumkin bo'ladi stanogimizda. Turba uchun stanoglarimiz. Sizga shunday stanoglar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz.